Kitob tumani malham markazi. Mana bemorlarimiz. Bugun 6-kun, muolajaning 6-kuni. Qalaysan? Ismi sharifingni aytqani? Yechib Bekzod. Aha. Nechinchi yilsan? 2012-yilman. 2012-yil. Necha yildan beri mana shu duduqlanish kasalligi bilan kasallanib yuribsan? 4-5 yil 4-5 yil bo'ldimi? Ha. atrofida. Ha, hozir gapiryapsan, ozgina. Birinchi kunlar qanday eding? Hozir farqi bormi oldingiga nisbatan? bor. Yaxshimisan? Ha, yaxshiman. Bir etap olding hali, yana ikkinchi etapga nasib bo'lsa kelishing kerak. Hozir oldingi holating bilan hozirgi holating farqlab aytib ber. Kelgan kunlaring qanaqa eding? Kelgan kunlarim gapirolmasdan. Aha. Hozir gapiraman ancha. Gapiryapsanmi? Ha, Charcharmiding? charchardim. Biron joying og'rirmidi? Ha, Qayering og'rirdi? shu oyog'im, qo'lim og'riydi. Boshing ham og'rirmidi? Ha, Oldin ko'p joylarga davolanganmisan? ko'p joyda. Lechinalar olib turadi. Lechini hozir ham olib turarmidi? Mana opachalari ham ikki kishi, bir oilada ikki kishi davolandilar. Sizga qanaqa holat bo'ldi? Menga shu boshiga holsizlik, kam kuchlik bor edi. Hozir yaxshiman, ancha tetikman. Nimalar tushdi ichlaringdan? Qarab bordilaringmi? Ko'p narsa tushdi. Shilimshiq, sassiq narsalar keldimi? Ha, sassiq, shunaqa narsalar tushdi. Boshing og'rirmidi oldin? Ha, boshim ham og'rirdi. Charcharmiding? Tez charchardim. Iching qotarmidi? Ha, qotardi. Necha kunga yozilarding? 2-3 kunda. Yozilarding, axlat chiqararding. Hozir har kun kelyaptimi iching? Hozir yaxshi, ha. Oyoqlaring og'rirmidi? Og'rirchidan. Tetikmisan, yaxshimisan? Yaxshiman. 7-kuni tubajdan keyin nimalar tushdi? Tug'ishdan keyin juda sassiq, bir shilimshiq, boshqacha narsalar tushdi, yam-yashil. Shilimshiq. Iplari ham bormidi? Ha, iplari ham bor edi. Iplari. ichiga. Shundan keyin yengil bo'ldingmi tushgandan keyin? Ha. Ancha yaxshimisan hozir? Yaxshiman. Mana 6 kunlik muolaja. Rahmat sizga Nigor opa. Ha, arzimaydi. Sog' bo'linglar, kasal bo'lmanglar.